Және hurmatli barcha assalomu alaykum. Prям что-то звуковато. Ekran. Haberaman. Так, нотариус, 60 olsa. Yanlış hatırlamıyorum. Sizlar nimaga to'g'ri qolyapti? Shuni ham qo'llab o'tirganlarga do'stlar rahmat. Do'stlarga boshqacha shu javob berganim yaxshi bo'lardi va bu yerda tip Ladye Sport G6 team bosyapmizda. Bitta o'zini eshitib qimirlamay qoldi. Birinchi Ladye Sport va G6.
Hop, bu nimaga yaqin, bu nima qoldi? Qolar. Xolos. Tushmay qoldik, ey. Keldi. Tip. Like sport jamoalar qarshiga. Evet, hava sıkı. Tamam, çıkartayım. Tiger, I like your sports. Bolar. Swan. Hiko. 4 kill bularda. Qanday qilib o'tkazishgan? Steve. Tiger. Kesma. Steve jamoasiga qarshi. G6 Team. Steve jamoasiga qarshi kirib kelishmoqda. Sen. Oh, knock. Razik. Knock, Razik tam. Steve knock. Da, ajoyib o'yinchi bor edi bizda Steve knock. No, lekin u ham qarshi turib bera olmadi G6 jamoasiga. Steve jamoasi hozirda lobbiga jo'natildi. G6 jamoasida 5 ta kill bu. 8 ta kill. Yaxshi. Şu an sayıdan güzel. Здесь не лаза, если готово. Вон, это если били. Без пар. Ну, там мадам таш. Yürüme yapmaz. Like. Uzix Gaming. Açık. Üsküç Rap'ta. Initial Sport. Aggressor jamoasiga qarshi.
Mones. Da, bunchalik. Ya. 312 jamoasiga yaqin bor etganda Mones. Birinchisi Slay Yalan zaharda. Lindsay Sport. Agressor jamoasi bilan qarshilik qiladimi hozirda? Yashar. Hop. Kazanbas aynan eng so'ngida qolib ketgan oldingi matchimizning Gaming jamoasiga qarshi hozirda yurishni agressor jamoasiga qarshi boshlab bermoqda. Farlock. Agressor. Everest. Insiya sport jamoasidan 3 ta o'yinchi kirgan. Nufus, kapitan, Kazanbas. Not right. Dangerous Sport Black va yo'q, Dangerous Sport Black hozirda o'rtaga aralashmoqchi. Agressor va Insiya sport jamoasi qarshiligini o'zlariniki qilmoqchi shekilli. 12-chi, 4-chi raqamli jamoalar aynan qarshilik qilmoqda. Everest. Ko'rdi Everest aynan Dangerous Sport Black jamoasini sezdi. Nima qilishadi aynan? Kapitan. Yaxshi bo'ldi, chiroyli bo'ldi.
Agressor jamoasi o'yinchisi Dangerous Sport o'yinchisini ushlab oldi. Молодец. Ego. Ins kapitan Nokos. Aynan Sport jamoasining eng oxirgi o'yinchisi. Lobbiga jo'natilgan Sport. Top motor natija. Sport Black. Full jamoa tirik holatda. Aggressor. Everest. Aggressor jamoasi o'yinchisi Everest. Hop. Aynan biz turnirda bo'lganimiz uchun hech telefon olamiz. Kartada ko'rishimiz mumkin, J6 jamoasidan kirib kelishmoqda. Bu tomonda Mason Mones Mythic Gaming qarshiga. Shularni ko'rsataylik. Aynan o'ng tomondan Mones jamoasi Mythic Gaming o'yinchilariga qarshi jang olib bormoqda. Mones aynan bitta o'zi qolgan. Hop! Ikkita nok Mythic Gaming. Oy, full yo'q Mones Raygo ismli o'yinchi full Mythic Gaming o'yinchilarini full lobbiga jo'natib yubordi. Wow! Do'stni ham turg'izib oldi shu bilan birga. 30 ta kill Mones jamoasi. Ajoyib o'yin bilan oldingi matchimizda top olgan jamoani lobbiga jo'natib yubordi aynan Raygoning eng yaxshi o'yin evaziga. Mana endi o'yin desa bo'ladi. Everest. Aynan bu esport jamoasining yo'nalish aytgani. Martin. Hop. Dark Zone o'yinchilari ham bor, Pushkin o'yinchilari ham bor, Esper, Sly. Aynan Sly yana top 1ga kirmoqchi. Topga kirmoqchi. Aynan top 3 natija edi. Aggressor jamoasi ham bor. Mones jamoasi. Ikkita o'yinchisi qo'rqadigan darajada super o'yin ko'rsatdi. To'rttasini ham o'zi o'ldirib yubordi. Hop. 3-chi raqam jamoa aynan Aggressor jamoasining yonida-ku. Qayerga ketyapti bu? Nechta kill bu? Esper jamoasi o'yinchisida 5, 3, 8, 14 ta kill. Yaxshi. O, ancha putas. Va full yetib kelishgan. J6 o'yinchisi aynan. Kim ushlab qo'yganlar? 112 o'yinchilar ushlab qolishdi. Aggressor.
Manes. Duh bor. Aynan bitta gaming yapishganda qanday duh kerak boshqa? Manes. Jihoz o'yinlariga keldi. Aynan ular hozirgi o'yinda peshqadam. Aynan ushbu o'yin uchun Litromania jihoz o'yinchisini aniq qilishmoqda. Aynan Litromania. Menimcha bu slime mashina o'yinchisi. Manes. Raygo. Menga po'xi deb turib kelishdi. Bu eng oxirgi o'yinchi. Da. Jamoasidan jamoadoshi Kikoni yoqtirib olmaydi. U Tizoniki sport jamoasi. Yaqinda Manes Sumi. Undayam to'shab oldi. Undayam to'shyapti. Hop. Aynan chiqaverishidan Zumi Manes o'yinchisi kutib olishga tayyor. Bu killlar bilan 14 ta kill bilan, to'p olsa qanday yaxshi bo'lardi. No, aynan bitta o'zi qolishgan. Boshqa jamoalar qarab turishmasa kerak. 8 ta jamoa bor hali. Hop. Ey, yana bir bitasmi? David qilsa ulguradimi? Yo'q, shans bermoqchi shekilli. David qilsa kerak edi. Yo'q, forda. Qo'yil qolish kerak. G6 not. Qo'yil maqom 9 16 ta kill. 16 ta pts. Va top 6likda. Hozirda Hitiz 12 jamoasi ham bor. S1 DZ Dark Zone, ya'ni slime mashina jamoasi ham bor. S1 jamoasi ham bor. S1. Bugungi turnirga ancha kirishib olmayapman shaxsan o'zim. Lekin ikkinchi o'yinda zo'r o'yinlar ko'rsatishyapti. Sababi o'yin tajribalari yuqori, o'yinchilarimiz yetib kelishgan aynan yarim final uchun. Hop, 4 ta jamoa, S1 Dark Zone, 212 va Slime. Aynan Slime mashina zonada, S1 jamoasi ham salkam zonada. 212 zona tashqarisida bo'lsa kerak. Slime mashina o'yin so'ngigacha full jamoat yetishgan Dark Zonedan 2 ta o'yinchi, S1 dan full va 212 dan ham full. Qiziq endi mana shu yerda. Qaysi birini olib berishni ham bilmayapmiz bizlar. Va 212 away. Sway ma qanday knock va Dark Zone o'yinchisi ham knock. Mana S1 jamoasi tarafdan knockka uchratildi. Minus wipe. Hop. Va slime mashina o'yinchisi. Hozirda aynan slime mashinada 2 ta knock. S1 o'yinchilari va 212 top 3 jamoa. Slime Kazanbas va Qazikeng qanday o'yin ko'rsatishadi? S1 full hozirda. White'ni turishmasa kerak. Aynan zona kichkina. Bu Kazanbas va Qazikeng o'z mahoratini ishga solib, yaxshi natija qayd etish kerak. Bo'lmasa qiyin. Va aslan mashinada yana bitta knock qabul qilib olsak. Qazikeng S1 jamoasi ham bitta knock. Hop, 212 shay. Zona tashqarisida. Aynan bular ham yorqirish kerak. Zuma. Va full minus. Va Kazanbas. Kazanbas qoldi xolos. Slime o'yinchilari uchun.
112. Bitta o'zi Kazanbas va nok. 4-chi. Va minus. O'ziga yaxshi imkoniyat yaratib oldi. Top 2likda Slay mashina jamoasi o'yinchilari va 1-2 holatda 4x yo'q. Imkoniyat yaratib bermadi. Espor jamoasi top 1. Slay mashinadan yana to'pga kirib qoldi. Espor jamoasi top 1. 7, 10, 12 kill Espor jamoasi. Voy, ovozni. Так, Espor. Espor jamoasidan top 1, 7, 12 ta kill. Yaxshi natija, yaxshi. Top 2 Slay jamoasi 4 ta kill. Top 2 12 jamoasi 3 ta kill. Top 3 Dark Zona jamoasi 4 ta kill. Top 4 natija. G6 jamoasi bitta 16 ta kill. Top 5 Espor jamoasi yana bitta jamoasi 5 ta kill. Top 6 Pushkin jamoasi bitta kill. Top 7 Monis jamoasi 6 ta kill. Top 8 Aggressor jamoasi 0 kill. Top 9 Danger Sport Black jamoasi 9 ta kill. Top 10 natija. Mythic Gaming 4 ta kill. Top 11 Respect jamoasi bitta kill. Top 12 Uzix Gaming 0 kill. NC Sport jamoasi bitta kill. Uzi 0. Steve jamoasi 0 kill. Top 16 Unwanted Academy 0 kill. Top 17 Light Sport 0 kill. Top 18 NZP jamoasi bitta kill. Top 19 Espor jamoasi 12 ta kill. Top 1 juda zo'r o'yinlar bo'ldi. G6 jamoasi eng ko'p kill qolgan o'yinchi. Slay Kazanbas eng yaxshi o'yinchi. Espor HyperX eng oxirgi kill qolgan jamoasi uchun o'yinchi. Hop. Ko'ramiz keyingi o'yinda. Tak, keyingi o'yinga boshlash kerak. О, братан, салам алейкум. Так. Что там больше заешь? Ладно.
aynan kelgan. Birinchi o'p o'ynaymiz, aqiramiz. Ketdik. Chiqqichal. Bas ağa beni endi kızı. Qayerdan, bratан? Ağasız? That you have to lose, headed backward on a one-way, trying to stop from running, but you can't wait. Bury all the evidence, you're lonely love. When you crash and as a bird, so below. So they say it's how it goes. Yeah, they say it's how it goes. Punish me for falling when you clip my wings. Convince me I was Задержка, а? Уже матчlar. Bizlarga ajab olib kelishgan. Shu Steamga o'ynayotganlarga tegishli aynan. wish me Godspeed. Now I'm finally growing old and wish me Godspeed. So above, you're down below. I'll tear the seams and rip your clothes off your chest so you're exposed. 'Cause you were always hiding all your favorite lies. You had all the warning, all the flashing signs. But I was young and stupid, and now I've drawn the line. This be my final time. It came true when you dreamt me. You slept good, but I lost sleep. But I lost sleep. I lost you, but I found me. I broke through so I can breathe. And now I'm finally growing old and wish me Godspeed. Now I'm finally growing old and wish me I lost you, but I found me. I broke through so I can breathe. Now I'm finally growing old. Wish me Godspeed. I don't wanna see you while you fall apart.
tell me to get back your heart. I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay. Cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. Just my luck. Put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. Call my name, you understand. I wanna stay. Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck. Put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. I wanna leave, you understand. I wanna stay. Cause I don't wanna walk away. I wanna see you while you fall apart. Even though you tell me to get back your heart, still spinning inside your orbit. I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay. Cause I'm floating in your orbit. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck. Put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. I wanna leave, you understand. I wanna stay. Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. I've never felt so alive in my life. Cause you make me come to life every time. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? That I'm crashing right into you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Yeah, I'm free falling. Can you hear me calling, calling for you? Yeah, I'm free falling. I'ma keep on falling, falling for you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? I've never felt so alive in my life. Cause you make me come to life every time. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? That I'm crashing right into you.
Давай, 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 давай. По сектору. I'm nervous on the surface, I look fine. İyi bak baslan Brain ben. feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright. 'Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. Так, по сектору. Proszę, zaraz pulk. Tego igorowskiego pułapu. Kimdaki streamni ko'rayotgan bo'lsa, bilmasdan ko'rib qo'ygan bo'lsa streamni, agarda like bosmay ketib qolsa, bot bo'lib qo'ygay. Amin. Men yomonam qarg'ayman lekin. Barchaga omad. Ne oldu? Suga tıkalıyorum. Так. 12 jamoa, 64 ta o'yinchi. Hozirda aynan final yo'llanmasi uchun yarim final bosqichida kurashmoqda. G6 jamoasi o'ziga xos taktikalar bilan, o'ziga xos natijalarni ko'rsatmoqda. Yaxshi, Xalikov, Zek. Hop. 12 Olix Gaming, G6 Step, Pushkin. Spor jamoalari. Mythic Gaming. Aynen Mythic Gaming oynuyor kadın. Danger Sport Black, LIT Sport, Queens Sport. Spor jamoasi. Hop, Queens Sport jamoasi. Queens ko'chiragan bitta o'yinchisi. Monas jamoasi ham. Zo'r jamoa ekan. Alvanted Academy. Slide jamoasi. Steep. Gatkada. Da, aynan. Yurtlar shunday joylashishadi. 212. Ikkita o'yinchi tayyorlagan. Ozix Gaming. 12. Ozix Gaming. İşteki Ozix Gaming ya. 712 jamoasini. O'ynar ekan-ku.
Jihod jamoasi aynan Pachinkida yakka yolg'iz hammasi o'z pozitsiyasiga ega bu jamoalarimiz. Tak, sportdan hech kimga o'xshaydi. Toshkent. Va bu tomonda Dangerous Sport Black Elite Sport. NCP. Elite. Hop, Elite Sport bilan Dangerous Sport Black jamoasini kuzatamiz. Ya, aman arkadaşlar. Kapatma Cigi. Sizler koy bırakın. Ninja Sport Black Skin. Özge pas. Zamandaşlarla skin batabilirdi. Va aynan bu o'yinchimiz. Elite Sport jamoasi Yasnaya Polyanda. Hozir bo'lsa Dangerous Sport jamoasi Black aynan. Chiqib mana aynan bular Yasnaya Polyanda chiqib chiqib va NZP jamoasiga qarshi kelishmoqda. Yo'q, sizlarga nima? Sport jamoasini qarshiligini ko'rsatganmiz. Shular hozir deb o'ylayman. Monash jamoasiga qarshi. Monash boshida streamni o'zib oldik, shu. Bizani minusimiz. Sport Insia Sport aynan shkolani aynan maktabni egallashgan faoliyat jamoasidan Nok bor. Dangerous Sport Black jamoasi o'yinchilari. Hop, bu tomonda Monas. Sport jamoasi o'yinchilari. Full no lekin aynan Sport jamoasi ikkita o'yinchi hozir. NGP. Hadi van Wine. Oyundaki oyuncumuz. Warlock Nok. Hop. Monas. Raigo. Yaxshi. O'zining super o'yinini ko'rsatishmoqda va Wine kirib ketdi. Nok va minus. Easy. NGP nomida harakat qilibdi hozirda. Dangerous Sport Black jamoasiga qarshi bitta o'zi. Monash jamoasi aynan Sport o'yinchilarini kamaytirmoqda. Raigo ikkita kill. Aynan jamoasini olg'a tilishga ko'p yordamni aynan Raigo bermoqda jamoasi uchun. Skizi bitta o'zi qolsa ham
kill olishga harakat Dangerous Sport Black o'yinchilariga qarshi. O'zini ko'rsatish kerak. 4x deydi. Aynan 4x bor, 4 oldi bor, 4 lednik. Wipe. Aynan J6 jamoasiga qarshi Slide jamoasini qarshilik ko'ryapmiz. Dark Zone o'yinchilari ham kirib kelishmoqda. Mos olishga harakat. Praygo. Zajim. Pushkin jamoasi. Yana bir esport jamoasi o'tgan. Потом zarba. Ikkita. Respect o'yinchilari ham bor. Mythic Gaming. Aynan Mones jamoasini. Strapon. Aynan bitta o'zi qolgan. Yo'q. Well Zebra degan o'yinchi ham bor. Da. Mones o'yinchilari yetib kelishdi. Dangerous Sport Black yoniga. Yo, sezishmadi shekilli. Protest. Korpursami protest? Va o'zimchalashadigan joyga yetib keldi aynan. Protest. Knock. Nega tushdim degan joyga keldi shekilli. Strapon tugayasiz quroli bilan. Abafon. Birga bir holat 7-19-cha. Dangerous Sport Black va Mones jamoasi. Bu yerda aynan g'alaba qozonishdi. 6 ta kill. Jamoadoshni ham to'g'ri oldi. Rasga. Bunisi sport o'yinchilari. United Academy. Galaxy Sport. Dark Zone. Super. Anlayıp. Dark Zone ve Galaxy Sport. Bak bu zamanda Pushkin. Sport va Mones qarshiligi. İşte jamoa aynan tog'da ham. Minsi Sport aynan bu jangga kirib to'g'ri qildimi? 2 ta kill qilishgan.
Skizi. Hali ham yashamoqda. Sport jamoasi o'yinchilari. Aynan shu bo'lishga, o'rtasi kirib ulgurishgan. Mones. Raygo. Turg'izib ulgurishyapti. Skizi. Usani nok qildi. Ya'ni Inse Sport o'yinchisi. Qazanmasincha. Aynan tepasiga keldi. Tepasiga keldi, tepasiga. Granata. O, joni kim? Va bir holat. Skizi. Nok. Turmas ikki holatda. Mones jamoasi. Va nihoyat Skizini topishdi. Ikki Inse Sport jamoadoshining qo'shilishi oladi. Aynan bu tomonda Slay jamoasi. -5. Yo'q, Qazikin yaxshi. Bitta o'yinchisini ayirlab, Sep jamoasini ustidan g'alaba qozonishgan. Zona kichiraymoqda ancha. Inse Sport hali ham tirik. Mones jamoasi tirik. Esper jamoasi tirik. Dark Zone jamoasi tirik. Mid Gaming 212 Sly. Aynan 13 ta jamoa. Sizlarga aynan NZP Dangerous Sport Black jamoasi aynan lobbyga ketishgan. Step jamoasi ketishgan. G6 ya'ni Uzix Gaming 3 ta. Va o'yinchi minus Pax skill qolishgan. Uzix Gamingdan yashamoqda. Shu o'yinchimiz Esper joylashgan. Joy, Mones. Ko'ramiz kim qayerda joylashadi. Aynan ushbu yerni bilasizlar. Bu ochiqlik juda qiyin. Hozir tez jang bo'ladi. Kechroq kirgan o'yinchilarimiz. Jamoalarimiz har qanday yerdan pozitsiya saylashmasin. Yo, aytaroq kirish kerak, yo kechroq. Hozir. Bir necha daqiqa ichida kim kuchliroq ekani aniqroq bo'ladi. Hammasi bu chetdan. Ya'ni respekt o'yinchilar tomon harakat qilishmoqda. Zara. Mikrofoniya aynan Sly jamoasi o'yinchisi. Boshimiz kerak. Aynan tualet uchun sotilmoqda. 12. Mikrofoniya respekt. Aynan Sly Kazanbas, Sly jamoasi o'yinchisi. Respekt. Aynan yaxshi joydan panoh qilishgan. Elite Sport jamoasi o'yinchilari. O'zlariga qiyin bo'lishi mumkin. Sly Kazanbas. 8 ta kill wipe bilan aynan ushbu o'yinchi tirik qolishgan. Wipe bitta o'zi jon saqlayapti. No ko'ramiz. Qancha vaqt yashab berishgan. Elite Sport o'yinchilari. Yaxshi. Qo'lamiz ancha kichkina. Easy. Dark Zone o'yinchilari. Respect ham kirib kelish kerak. Sardor chaqirishga.
Slay Kazanbas bitta o'zi. Hop. Yaxshi. Bir emas bir nechta kill. No-name'cha. Wipe, bir tomonda Wipe, bir tomonda Slay Kazanbas. Aynan Slay jamoasi o'yinchilari, Elite Esport o'yinchisi. Qarab turishmasa kerak bitta o'zi. Jamoasi shu kurashadi. Bitta jamoa. Pushkin jamoasi. Hop, 212-chi. Pastlarga yana zonani kuzatishga harakat qilaman. Zona yana kishilar davom etmoqda. Jesper. Back skill. Jesper jamoasi o'yinchisi. Fake jamoasini lobbiga jo'natgan o'xshaydi. Fake o'yinchisi. 9 ta jamoa 20 ta o'yinchi. Respekt alayim turib. No, endi zonaga kirib kelish ancha qiyin. Sport jamoasi. Lobbiga bo'lingan o'xshaydi. Tak. Sen nima qilishadi? 8-10 ta kill. Slay jamoasida. Voy, qolyapti. O, Insi Sportdan bor hali. Buna kirishga harakat. Esport jamoasi tomon harakatlanmoqda. No, endi ushlanib qolsa kerak Kazanbas no. O, yaxshi imkoniyat. Tabit full o'zi ham minus bo'lishi mumkin. Yo'q, kirib kelib ulgurdi. Kazanbas o'ldirdi. Tim orasida yashadsa ham tegib ulgurdi. Top 6 Sport jamoasida. Deze. Pushkin jamoasi Dark Zone o'yinchilariga qarshi. Va top 5 natija Pushkin jamoasida. Respect, Slay, Dark Zone va Esper jamoasi hali ham yashamoqda. Esper jamoasi. Mana to'p olgan bo'lsa kerak bular. Oldinga to'pni olib kelishmi? Kazanbas block. Aynan wipe. Full minus Slay. Top 4 natija. Esport top. Esportda 7 ta kill. Zonada bitta o'yinchi. Hop. Kamaydi bitta o'yinchiga. Bitta kill qilgan o'yinchi. Neo. Respect o'yinchisi. Jako Nok. Aynan Respect bilan Esper o'yinchilari olib ketishdi. Va Esper o'yinchilaridan top 1. Respectga ham respect deyish kerak, top 2 natija. Esper jamoasi 9 ta kill top 1. Esper jamoasi 9 ta kill top 1. Respect jamoasi top 2. 4 ta kill. Dark Zone o'yinchilari 7 ta kill top 3. Slay jamoasi 12 ta kill top 4. Pushkin jamoasi 3 ta kill top 5 natija. Natijalar ulardan o'zgarmoqda. 6 ta kill Insi Sportda top 6 ta
Top oldi. 6-8 natija bilan yaxshi. Esport jamoasi yana bittasi jamoasi 0 kill. 7 212 bitta kill top 8. Galatiya Sport 4 kill top 9. Uzix Gaming 3 kill top 10. Unwanted Academy 0 kill top 11. Muanischi jamoasi 7 kill top 12. Mythic Gaming 0 kill top 13. NZP jamoasi 1 kill top 14. Sip jamoasi 1 kill top 15. Danger Sport Black jamoasi 2 kill top 16. Jihod jamoasi 0 kill top 17. Hozirda Esport jamoasi 9 kill top 1 natija. Respekt top 2. Top 2. Montan eng ko'p kill qilgan o'yinchi, White eng yaxshi o'yinchi. Montan eng yaxshi killni Esport jamoasi uchun ajoyib tarzda tuhfa qildi. Hop, bizlarga keyingi o'yin boshlash kerak. Bu. Qarapayım harakat qanday bostan qiladi. 526-o'rinda Nerval rating. Tak, bizlarga keyingi o'yin. Diyor mi? Akasi. Chotam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qilibsiz Yor aka? Rezident qilyotgandim. Shundaymi? Nima gap? Yo'q, tinchlik. Do'stlar. Hozir bunaqa beryapman, hozir aytib tashlayman sizga. Bo'ldi. Aha. Tayyor ekanda, yigitlar. Menda boshqacha xayol ketib qoldi. Nur. Jamoalarni ushlab turmaslikdan tezroq o'yinlarni tugatib, keyingi o'yinni boshlab yuborish kerak. Tezroq qiramiz. Chekichanlar. Tak. Qiramiz.
Aynan vaqt kam berilgan yigitlar kiramiz tezroq. Так, все подпилим сразу. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. Why do I still have hope? So many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers. They say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up. I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything I got. Visions in my head of this. You don't know the we the top again now. Would below the crown, but count us higher than a mountain. And we be up here for the long run, strap in for a long one. We got everybody on one. Now you coming at the king, so you better not miss. And we only get stronger with everything I carry up on my back. You should paint it up with a target. Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler, but we're taking over.
Bodies lining up, think you're dreaming of greatness. Send you back home, let you wake up. Why would you dare me to do it again? Come and get your sport up ahead. We're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up. Bir basas gerek ya.在以后，除了是傻子，还有其他吗？我左右，键盘噼啪着，时间滴答着，还不够。你的固执让我来守候，哪怕太迟也不想以后。就在这时放肆的打斗。I got the heart of a lion, I know the harder you climb, the harder you fall. I'm at the top of the mountain, too many bodies to count. I've been through it all. I had to weather the storm to get to the level I'm on. That's how the legend was born. All of my enemies already dead. I'm born, I'm ready for war. They know I'm ready for war. I told them. We're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up. Baby, I just wanna be alone. I don't need your company, stop blowing up my phone. You don't get the things that I've been through, and I don't have the time to lay it all in front of Anıl you. var. Steve kırmadı. And you think that you wanna save me. You don't know it, baby, why you do this? I got this under control. You think you do, but you really don't know that I don't need a savior. You can't be my savior. I'll save myself. I'll save myself. No, I don't need a savior. You can't be my savior. I'll save myself. I'll save myself. I'll save myself. I'll save myself. Baby, I just wanna be alone. I don't need your company, stop blowing up my phone. You don't get the things that I've been through, and I don't have the time to lay it all in front of you. And you think that you wanna save me. You don't know it, baby, why you do this? I got this under control. You think you do, but you really don't know that I don't need a savior. You can't be my savior. I'll save myself. I'll save myself. No, I don't need a savior. You can't be my savior. I'll save myself. I'll save myself. Так, запасаемся. Так, зоне спорт тащить. Давайте тащить это. Окей, вот у нас здесь даже перед. Вот тащим. Nice ideas. Hoş geldin. 212 yaklaşık skemi. Ooo! Qaysi jamoalar? G6 Mones G6 yaxshi tashkillayotgan jamoalarimiz va Esper bilan Insa Sport Monaco qarshi va finalda qanday bo'ladi? Hayajon men o'zimda o'ylayapman aynan. Nima bo'lib ketyapti?
Tashiydi. Jiyot, hop. Hozirda aynan. Esper juda yaxshi. Eng yaxshi tez yig'ib borayotgan jamoalar qarshisiga, u aynan sal pastroqda joylashgan jamoalarga juda foydali bo'lishi mumkin. Juda ham zo'rda. Bizlarga kayf ko'rsatay. Dark Zone jamoasiga qarshilik qilyapti. Buni umuman kutmagandik. Ularni ham bir qarab qo'yamiz. Qayerda joylashgan? Jangga ancha kirishib ketibdi. Aynan shularni tomosha qilaylik. 3 ta jamoa bitta joyga tushgan. Hozirda 14 ta jamoa, 8 ta jamoa. Hop. Mana qayerda bular? Uchta jamoa. Aynan Kazanbas, Dark Zone. Jamoasi bitta kill. Slay jamoasi hozirda. Wipe, Slay Kazanbas, Kaziki, Nitromania, Dark Zone jamoasi o'yinchilari. Hop. Hozirda kuzatishimiz kerak, hech qanday bir jamoamiz bo'lib ulgurmadi. Nitromania teparoqqa chiqishmoqda. Kartada ko'rganimizda juda oraliq yaqin edi. Lekin bitta kill olishgan Slay Kazanbas. Demak, Dark Zone o'yinchilarida bitta minus. Typer, Mo'minay, Voka aynan kuzatishmoqda Slay jamoasi o'yinchilarini. Kazanbas tushda davom etmoqda. Kill sohibi ayni paytda 3 ta jamoa. Qaysi jamoa lobbiga ketdi? Elite Sports lobbiga ketdi. Aynan. Hop, Inse Sport, yaxshi. Mones va G6. Juda zo'rda. Hop. Nukos kirib bormoqda. Nukos, Inse Sport o'yinchisi. Tezroq bo'ladigan janglar qiziq bizlarga. Slaydan tezroq fight ko'ramiz ekan. G6 jamoasida hali fight bo'lmasa kerak. Kada. Hop. Qaysi birda fight tezroq bo'ladi? Inse Sport jamoa pozitsiyani o'zgartirib yuborishdi. Aynan bu yerda. To'g'ri qildimi? Ko'ramiz. Ular topga kirish kerak aynan. Oldingi matchimizda topga kira olishmay qolgandi. Sport jamoasi. Inse Sport jamoasiga qarshi o'tganda. Monet jamoasi va G6 jamoasi qarshiligi. Boshlandik. Mones.
ikkita uchta G6 tezda lobbiga ketishdimi? G6dan 3 ta o'yinchi kiribdi o'yinga. Elite Sports lobbida, G6 lobbida. Bu aynan eng oxirgi o'yin. Uzix Gaming, Mones, Sly, Dark Zone, Pushkin, Respect, Esper, Hobby 12, Mythic Gaming, Dangerous Sport Black va Insia Sport jamoalari aynan o'yinga kirishgan. Dark Zone va Dark Zone o'yinchilari ham lobbiga ketishgan. Sly jamoasida g'alaba. Sly jamoasida 4 ta kill. Hop, yanachi kimlar to'qnash kelishi mumkin? Mones va Insia Sport juda yaqin. Juda bir-biriga xavfli jamoalar. Pushkin va Tizonga qarshilik bo'ladimi? Slyda bitta nok bor. Mythic Gaming o'ziga xos o'qqa kirish kerak Puerto Paraiso. Insia Sport qanday xato? Mones jamoasi foydalanishyapti. Va Usa ana kazanmas. Minus kapitan nok holatda. Tak, turg'iza oladimi? Yo'q, ulgurmaydi. Maso yo'q, minus. Insia Sport batamom yo'q bo'ldi. Mones jamoasi tomonidan. Da, aynan jamoalar chiqishli tayyorlanishgan. Mones jamoasi bo'lsa sovg'a bo'lyapti ko'pchilik jamoalar uchun. 7 ta kill. Yaxshi. Sly, Dangerous Sports, Black jamoasi, Esper jamoasi bor. Hop. 112 Sly Electric, Dangerous Sport Black. 9 ta jamoa. Qani 9 ta jamoa? Respect bor, Pushkin bor, Dangerous Sport Black bor, Mythic Gaming bor. Mythic Gaming aynan atrofda. Esper bor, Esperning ikkita jamoasi bor. Respect, Pushkin, Sly, Mones. Yaxshi. Esper jamoasi qarshilik bo'lyapti aynan hozirda. Yaxshi. Va Kosko bu yerda Esper bilan Esper to'qnash kelgan jarayonda Kosko qochib qutulgan. Mones aynan bola markaziga kirishga harakat ko'ryapmiz. Esper jamoasidan Dangerous Sport Black zona markazidan joy egallashgan. Kichkina emas, lekin zona qisqarmoqda.
Oscar. Black. Raigo. Aynen oldu. Cama yakında. Yani Monis yakında Jane. Dangerous Black. Jack, igen. Yani mini autotroller. Avalon. Yani Raigo'ga kelib kelyapti. Raigoni yaxshi o'yinidan keyin jamoadoshlar ham harakat qilib o'ynashni boshlashyapti. Moynes jamoasi o'yinchilari bitta kiyo. Aynan Dangerous Black jamoasi. Dangerous Black jamoasi ham aynan birinchi o'yinni yaxshi boshlashganda bizlarga qotib qo'yishdimi? Oy! Bu joyda mini o'ldirtirollar. Yordam bermasa kerak. Raigo. Bunda bo'la ikkita kiyo. Zo'maydi uchta kiyo. Tak, tepasiga yana bitta jamoa kelganga o'xshaydi. Esper jamoasi. Mana sovg'a, yangi yil sovg'asi. Esper. Mones jamoasiga qarshi. No. Bilib keldimi, bilmasdan keldimi, no bilmadik. Juda yaqin. Esper Ego, Mones Protezni yo'q qilishdi. Biroq qolgan jamoalarga asta-sekinlik bilan yaqinlashmoqda. Aynan juda yaqin o'yinchi bu Monten. Monshinda. Boyaq Montana degan o'yinchimiz Raigoga qarshi. Raigoni mashinasini yorib borsa, bu ancha qiyin va Raigo knock. Eng chiroyli o'yin ko'rsatayotgan Raigo Mones jamoasi o'yinchisi. Knock bo'ldi. Montana o'ziga meditsina foydalanishga ulgurdi. Turgan holatda ushlab berib turibdi. Va Mones Neo Mones yaqiniga kirib keldi. O'ynoq qancha qanday effekt, qanday tezlik bilan kelganlar. Zoomi yaqiniga. Yo'q bo'ldi. Hop. Tuga 3 qarshilik. Slide jamoasi 12 jamoasi bilan to'qnash kelmoqda. No, hozirda aynan yaxshi. Ko'rsatishga tayyor. Esper va Mones jamoasi o'yinchilari. Hop, Esper. Tamam. Va Mones lobbiga jo'natildi. Esper jamoasi yaxshi. O'ziga bo'lgan ishonch bilan yaxshi hujumga o'tdi va 10 ta kill. Esperga qo'ya olish kerak. Dahshat preslarga yoplashyapti. Dangerous Black bitta kill bilan haliyam tirik. Top 7 hozirda. Gaming Pushkin 112 full yo'q qo'linda. Da? Bu jo'natilgan. Slide jamoasida 8 ta kill.
Esportda 10 ta kill. Aynan kill yaxshi qilayotgan joyda Esport Black. Qolgan jamoalarimiz bitta 0 kill shunday. Mythic Gaming-chi. Mythic Gaming faqat bittagina o'yinchi. Esport jamoasiga hujum. Danger Esport Black jamoasidan. Lekin aniq emas. Slay jamoasi kirib kelishmoqda. Tortmaydigan o'yinchilar ekan. Slay jamoasi, Slay qaz ekan. Yana bitta knock. Bu aynan killlarni yaxshi potensiya yo'qolish uchun yaxshi imkoniyat. Gaming ham juda yaqin joylashgan. Eksklyuziv. Hop. Kaska. Esport jamoasi o'yinchilari. Azalmas. Gaming. Qanday seçim? Eksklyuziv, ya'ni Mythic Gaming o'yinchisi, eng oxirgi o'yinchisi. Slay o'yinchilariga yo'naltiriladigan o'qlar tegyaptimi? Juda uzoqlik qilyapti. Voy, noq qila olmadi. Ozgina qolgandi. Qazikin. Bu tomonda Dangerous Sport Black jamoasi o'yinchilari. Mythic Gaming o'yinchisi. Ularga jo'natildi. Kazanbas, hozir bittaki qilgan o'yinchimiz yorildi mashinasi. Va minus bo'ladimi? Da, minus bo'lishi kerak. Sabah qiyin bu yerda. Wipe qazigan. Aynan to'ppasi juda ham yaxshi ularda. Yo'lda baxt ularda. Hop, ikkitagina o'yinchi qoldi. Slay jamoasidan. Aynan damda 9 kill qilishgan. Slay jamoasi o'yinchilar Danger Esport Black, Esport, bu yerda yana Esport, Pushkin. Aynan ortida jamoa. Inshaalloh hech bo'lsa Danger Esport Black. Slay qazigan. Wipe ham zona. Slay qazigan oxirgi o'yinchi. Pushkin jamoasicha. Ularda o'yin formatik qoladi. O'yin tugayapti. Davayda o'yin ko'rsatinglar. Pushkin. Qazikenga qanchalik olishyapti? Ikkita kill qilishgan. Full trick lekin top-tor natija. Zo'da. Rekord jamoalarimizda. Kamida. Danger Esport Black, Slay, Pushkin va Esport. Esport jamoasidan yo'llanma naqd bo'lsa kerak. Shuncha potensiya yapti. Slay jamoasi ham. Pushkin jamoasi 3 ta o'yinchi. Danger Esport Black'dan full jamoa kirib kelishgan. Esport jamoasi qarshilikka uchrayapti va zona tashqarisida ham qolib ketyapti Esport jamoasi.
Pushkin. Yaxshi joylashmoqda. Qaziking. Nima qiladi? Bitta o'zi. Dangerous Sport Black. O'yinchisi ham bor. Qaziking Pushkin jamoasini nok qilishyapti. Bitta o'zi noklab. Hop. Bir emas, bir nechtasi lobbiga jo'natiladimi? Hop, full minus. Va Qaziking. Dangerous Sport Black jamoasidan minusga uchratildi. Esport jamoasi va Dangerous Sport Black. Va Dangerous Sport Blackdan to'p ko'ramiz shekilli. Ega. Va ega trik qilyapti. Ego. O'zini o'zi yorib yubordimi? Tez perisiga mana shekilli. Eng muhim vaqtni ham cho'zib o'tirmadi. Dangerous Sport Black o'yinchilari 4 ta kill, top 1 natija. Esport jamoasida top 2. 13 ta kill, top 2 natija. Slay jamoasi ham 12 ta kill, top 3 natija. Qaziking ham yaxshi o'ynab qo'ydi o'yin oxirida. 5 ta kill. Kam 12 ta kill. Pushkin jamoasi 2 ta kill, top 4. Top 5 ta. Top 5 natija. Respect o'yinchilari 0 kill, top 6 ta. Esport jamoasi 7 ta kill. Bitti Gaming 0 kill, top 7. Moyes jamoasi 8 ta kill, top 8 natija. 12 Esport 0 kill, top 9. 16 Gaming 0 kill, top 10. Inse Sport 0 kill, top 11. Dark Zone 0 kill, top 12. Jihad jamoasi 0 kill, top 13. Elite Sport jamoasi 0 kill, top 14 natija. Dangerous Sport Black o'yinchilari 4 ta kill, top 1. Yaxshi. Esperança. Ego kill olgan o'yinchi. Slay o'yinchilarida ham bor. Endi o'yinchiga kelganda 4 ta o'yinmada ya. Aynan bu joydami? Aynan bu joyda Qoraqalpog'istondan Inse Sport bor, Respect, Aggressor ham Qoraqalpog'iston bo'lsa kerak. Menimcha, Qoraqalpog'iston bo'lsa, aynan shular ichida Qozog'istondan ham bor. Slay mashina jamoasi. Qozog'istondan ikkita jamoa jam. Ertaga ham bo'ladi Qozog'istondan jamoa. Falcon jamoasi. Qoraqalpog'iston ham har bir guruhda ikkita uchtadan qoldi shekilli. 4-5 ta ko'ramiz. Tak. Ko'ramiz. Sizlarga javobim 4 daqiqada yetib borishim, zadeskga bora.
Men nimasini tuzilib ko'rsatgim kelayotgandi. Yorbek. Rat. Tuzlab ber. Dadam, Yorbek, rat. Alo. Hop, Yorbek. eshityapman. Ha, ovozim bormi? Nimami? Rezultat bormi? Bir ikkita bo'lsa ham. Rezultat borda u kanalga chiqadi. Yo'q, to'liq emas, bir ikkita match bo'lsa ham, uchta match bo'lsa ham. Ha, ularni 3 ta matchning rezultati bor hozir. Tayyormi? Shularni berib turing mana. Ular tashlaganman. Bu gruppaga tashlamabman-da hozir. Bu gruppaga tashladim. Har bittasi risk fast race tashlayman. Hozir menga tashlayman. tashlab beringda. U stream bo'ldi. ishlayapsiz-ku. Hozir shuni bo'ldi kuzatib, hozir. streamni yakunlamoqchi edim. 4 ta match tugadi. Ha, 4 ta match tugadi. Hozir 3 tasini tashlayman-da. Bo'ldi. Shu 3tasini streamni ko'rsatib Mana chiroychi. gruppaga tashla. Bo'ldi. Rahmat. Mayli, xo'p. Bo'pti. Yigitlar, sizlarga 3 ta matchni rezultatini ko'rsatay. Maylimi? Ruxsatmi? Hozir ko'rsataman. Hop. Bunaqa qo'yamiz. Mana buni. Bunaqa. Bu umuman boshqa rezultat. Hop, yigitlar, shoshmaymiz. Hozirda ko'rsataman. Bunday yo'q bo'yicha. Mana hozir ko'rsataman. Bir deymanda. Точка. Buni 2 ta deyman. 2 deyman. Точка. Точка. Hozir ko'rsataman. Bu avvalgi nimalar matchlar. Bu birinchi match. Yigitlar, rezultat ko'rsangizlar bo'ladi. Bunday. Yaxshimi? Yaxshi. Aynan 18 ta jamoa reytingga